Ballardaki şu sip yetişqa odatda bo'zg'a Abdumjit aka şu hozir yosh o'smirlarda şu sip yotadigan ish bir qadar og'ir ekan. Shu kichik bolalardagi sip yetishni shu milliy tabiatda qanday davolaymiz mush to'g'riliq bir so'zlar aytsangiz. Bo'ladi ukam. Bu kichik bolalardagi sip yetish bir 2 yoshlik yoki 3-4 yoshlik bolalarda bo'lsa to'g'ri tushangili bo'ldi. Hamda 6 yosh, 7 yosh, hatto ba'zilari 20 yosh atrofidami bilib bilmay shunda uxlay yetib kichik tarat qilib qo'ydigan ahvol ba'zi uchrab qoladi. Hamda bu ko'proq nimadan qaraymiz degan chog'da bolani ho'llik kechib bitirdi. Bularmi bunda bolalar kech tarafda yetishning oldida suvoq suv, choy deganga o'xshash yo qovun, tovuz, meva-chevalarni amal istismol qilmaslik kerak. Chunki bu badanga ho'llik yetkazib, shu do'soqda tez suratda suyuq yig'ilishni keltirib chiqarib, bolalarda sip yetishni keltirib chiqarib qo'ydi. Endi qisqalan deb o'tsak, bu bolalardagi shu sip yetishqa odatda bo'zg'a, gözni shu ulab bersak, bularni bolalardagi shu sip yetishga foyda qiladi. Uningdan bilak yerlik usullardan shu xo'rozning qizil tojisini, qap qizil tojisini, bunday tojisini ilib, buningdan bir 10-15 tal alamiz. Uningdan bilak to'xuning tashlig'i, ya'ni oshqozon degan gap, to'xuningki oshqozonni ilib 8-10 tal. Buni go'sht qo'rg'anda qo'rib berib, bolalarga bersakmi, kichik bolalardagi sip yetishga nihoyat yaxshi manfaat qiladi. Uning dorilardan shu moddatul hayot, davoilmishga qatorliq dorilarimiz bor kichik bolalardagi, mana sip yotadigan, to'lib cho'chitgan, uxlay yetib jo'ylaydigan, qor bosadigan ahvollarga nihoyat yaxshi manfaat qiladi. Foydalanib qolishinglarni umid qilaman. Rahmat. Ben her günü noçi tibabat ölümünü sözlevat etme. Konularını yakan bozu göncu kılıp anlan. Yüek bip anlan. Pişketel konuları olsa iyi yazıp anlan. Evet, köşeler mesela.